Arzimaganlar bunaqa gap qildi, menga u qildi. Endi choyxonada o'rtog'ingiz gap qilmaydi-da, bir xattada bir marta yaltirab ko'rnasda aytdi. Sizni ichki ayblaringiz bilinmaydi. Xotin bo'lgandagi erkalik qiladi. Oilangiz, yostiqdoshingiz sizga erkalik qilmasa kimga erkalik qiladi? Erkalik qilganda ba'zida tarozini pallasi bo'lib bir taraf pastroq turadi. Payg'ambarimiz alayhisalomga Oysha onamiz erkalik qilmaganlarmi? Hadicha onamiz erkalik qilmaganlarmi? Fatima onalarimiz qizlari erkalik qilishmaganmi? Hammalari erkalik qilishgan. Demak, erkak kishi og'ir karvon bo'lishligi, ular chap qovurg'adan yaratilganligini unutmasligimiz, murosa madori ilmida bo'lmoqligimiz juda ham darkor bo'ladi. Afsuski, bugungi kun janjallar, bugungi kun tushunmovchiliklarning hammasi bitta aqidaga kelib taqalyapti. Biz boshqa taraflama islomni gapiryapmiz, lekin payg'ambarimiz alayhisalom ayollar bobida, ular bilan muomala borasida xo'p, biror marta payg'ambar alayhisalom ovqatni yomonlaganlarmi? Ma'aba Rasul sallallohu alayhi vasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalahu illa taraka. Payg'ambarimiz hayotlari chog'ida biror marta taomni ayblamadilar, yomonlamadilar. Xohlasalar yerdilar, xohlamasalar nima qilardilar? Yemasdilar. Biz bu borada nima ish qilyapmiz?